Bugun nima yeymiz xotinjon? Monti? O, qo'li gulday xotinim bor-da. To'xtang, qo'lingizni kesib olasizmi? Yordam beraman sizga. Bu oshnang yoshi o'tib uylanmagandan keyin mana shunaqa dovdir bo'lib qoldi. Narisa, o'zingizni nimaga uylantirmagansilarmi? Bu so'qin qiz tanlab xotinsiz qoldi. Aya xotinimni so'kmang-a. Tog'ingga nimadir degan. Ey, men ham dovdir bo'lib qolman. Alo jonim. Endi 5 bo'ldi-yu, kiraman ertaroq uyga. Ha, qorong'i tushmasdan kiraman. Bo'pti jonim. Darmayet, menga qara. Yoshing bir joyga borib qolgan. Sen uylanmagansan. Xotining yo'q seni, tushunayapsanmi? Men dilimni yakson aylading-da, dil siqishmi? Xotini yo'q deb bermaylading. Lekin to'g'ri aytyapsan do'stim. Ha, bo'largani? Ana endi o'zing kelding. Malades. Shunday magazinga kirib chiqaylik. Ha, yur, sup olamiz. Yo'q, xotinim o'rama qilaman deydi, shunga go'sht olaylik.